بسم الله الرحمن الرحيم. الأطف أطف ونوع يسمى أطفا يعني بر نوعيكي أنا أطف دب اسمنا هذا مثل الشرف والأدب من يبلغ الطالب المجد والشرف بالعلم والأدب. مثال الشرف والأدب لفظ كب من bu jumlada طالب ulug'lik va sharafga yetadi ilm va odob bilan deganda. Yablug'u fe'l at-tolibu foili al-majda maf'ulun bih. Vov bu yerda atf bo'lyapti, sharafa ma'tuf ya'ni majdaga ergashib nasb qilinyapti. Bil ilmi jor majrur. Vov atf al-adabi ma'tuf adabi ilmiga ergashib jar o'qilyapti. Va mislil vovi vovga o'xshaganlar al-fa'u thumma أو أم لكن لا بل. إذا انكسر القلم والداوات أجر قلم بلن سيحضن سنسة وأردت أن تعبر عن ذلك فبدل أن تذكر جملتين إحداهما انكسر القلم والثانية انكسرت الداوات. إرادة قلسن أنا شتغرست تعبير كبير مقلقنا ikki jumlani zikr qilmoqliging o'rniga uning biri qalam sindi, ikkinchisi siyohdan sindi. يكفي أن تذكر الفعل مرة واحدة وتأتي بعدها بالاسمين منفصلين بواو. kifoya qiladi senga fe'lni bir marta zikr qilmoqliging va undan keyin ikki ismni o'rtasida vov bilan ajratgan holda olib kelmoqliging. Fataqulu inkasaral qalamu wad-dawatu aytasanki qalam va siyohdon sindi deysan. Fama ba'dal vavi yusamma atf ma'tufan. Vovdan keyingi ismni ma'tuf deb ismlanadi. Va ma qablaha yusamma ma'tufan alayh va undan oldingi vovdan oldingi ismni ma'tufun alayh unga atf qilingan deb ismlanadi. ويجب في المعطوف أن يتبع ما قبله في نوع إعرابه. بس ma'tufda o'zidan oldingisini i'rofini navida ergashmoqligi vojib bo'ladi. Falafsu ad-dawatu fi hadha al-misali marfu'un taba'an li lafzi al-qalami al-marfu'i ala annahu fa'ilun. Da'vat lafzi bu misolda raf o'qilgandir, foillikka binoan raf o'qilgan qalam lafziga ergashtirilgan holda. Va fi kasartul qalama va davata mana bu ya'ni qalam va siyohdonni sindirdim deganingda mansubun tabaan lil qalami al mansubi ala annahu maf'ulun bih. Bu yerda maf'ulun bihga binoan nasb o'qilgan qalam lafziga ergashtirilganligi uchun nasb o'qilgandir. Va fi ajibtu min kasril qalami va davati qalam va siyohdonni sinishidan taajjub qildim deganda majrurun tabaan lil qalamil majruri ala annahu muzafun ilayh. Bunda muzofin ilayhga binoan jar o'qilgan issi qalam lafziga ergashganligi uchun jar o'qilgandir. Va taqulu inkasaral qalamu faddawatu aytasanki qalam sindi bas siyohdon. Iza aradta an tadulla ala anna kasra ad-dawati kana aqiba kasr al-qalami. Agar iroda qilsang dalolat qilmoqligini albatta siyohdonni sinishi qalamni sinishini orqasidan bo'lganligiga dalolat qilmoqligini. Demak vov birdaniga ikki kishi bo'lganiga dalolat qilsa, fo bilan atf qilinganda ketma-ket bo'lganligiga dalolat qiladi. Wan kasaral qalamu thumma dawatu qalam sindi so'ng siyohdon deysan. إذا أردت أن تدل على أن كسرها كان بعد كسره بزمن. أجر إرادة قلسين البتة أنسن مقلقة يعني سياحدان سنش أنا يعني قلمنا سنشدان بر أز مدة كيجين بالمقلقة دلالات قل مقلقنا. وانكسر القلم أو الدوات قلم سند ياكي سياحدان سند deysan إذا كان المكسور أحدهما فقط وأنت شاك في تعيينه. singan narsa faqat ikkovidan biri bo'lganu va holbuki sen uni tayin qilishda shak qilgansan. Wan kasaral qalamu laddavatu
qalam sindi, siyohdan emas deysan, izo kanal maksurul qalama faqat, agar sindirilgan narsa faqat qalam bo'lsa, boshqa birov sindirilgan narsa to'g'risida gumon qilyapgan bo'lsa, val qalama kasarta amiddavata, qalamni sindirdingmi yoki siyohdonmi deysan, izastafhamta anil maksuri minhuma, agar ikkovidan sindirilganini aniqlab so'ramoqchi bo'lsang, lam yankasirul qalamu baliddavatu aw lakiniddavatu, qalam sinmadi balki siyohdon sindi yoki lekin siyohdon sindi deysan, iza kanal maksuru addavata va dhanna ahadun annahu qalamu, agar sindirilgan narsa siyohdon bo'lib va boshqa birov kishi albatta u qalam singan deb gumon qilsa, mata waqa'a harfun min ahrufil atfil mazkurati bayna ismayni uriba sani bi i'robil avvali, qachoniki bu zikr qilingan atf harflaridan bir harf ikki ismni orasida tushsa, ikkinchisiga birinchisini i'robini beriladi. Tamrinun mashq irbit bil qalami kalimatay fi'lin va harfin fi hadhihi al-amsilati, bu misoldagi ikki so'z fe'l va harfni qalam bilan chiz. Al kalimatu ismun aw fi'lun aw harfun, so'z ismdir yoki fe'ldir yoki harfdir. Al kalimatu mubtada, ismun xabar, aw harfi atf, fe'lun ma'tuf, ismga ergashib raf qilyapti, aw atf harfun ma'tuf, fe'lga ergashib raf qilyapti. Takunul kalimatu isman aw fi'lan aw harfan, so'z ism bo'ladi yoki fe'l bo'ladi yoki harf bo'ladi. Takunu af'ol noqisa, al kalimatu isma isman xabara, aw harfi atf fi'lan ma'tuf, ismanga ergashib nasb qilyapti, ya'ni konaning xabari, aw atf harfan ma'tuf, fe'langa ergashib nasb qilyapti. Tanqisimul kalimatu ila ismin va fi'lin va harfin, so'z ismga, fe'lga va harfga taqsimlanadi. Tanqisimu fe'l al kalimat fa'ili ila harfi jar ismin majrur, vav atf fe'lin ma'tuf, ismga ergashib jar o'qilyapti, vav atf harfin ma'tuf fe'linga ergashib jar o'qilyapti.